Andijonda nomerading bo'lib turgan blogerni kim taniydi? Qayerda aka, taniysizmi aka? Taniyman. Taniysizmi? Kim deb o'ylaysiz aka? Siz nomerading. Mashallah. Qari bo'lib turibdi mashg'ulotda. Tillatishini o'zi tugatib yuboryapti odamlar. Internet yaqinda shov-shuv bo'ldi-yu. Kia mashinasini tomini teshib, pechkalarni o'rnatgan insonni taniysizmi aka? Bir tanisangiz bir jo'natib yuboring, mana shu Mercedesimiz bir tomini teshishga drerini tushirtamikan aka. Qo'lda teshamiz bunaqa boshqalarni. Qo'lda teshasiz? Qo'lda teshamiz. Mashallah aka, xudo xolasa obunachilarimizga tayyorlagan Mercedes tayyor bo'lib qoldi. Obunachilar kutyapti-da buni. Endi baribir Mercedes-Benz mashinasi legenda mashina baribir. Do'stlar, sizlardan bitta narsa aktiv bo'lishinglar kerak, shu faol bo'lishinglar kerak. Aytgan shartini oshig'i bilan bajaringlar. Hozir eshitdim, mana shu mashina yutib olsangiz bo'lar ekan, iPhone 16 Pro Max 5-6 million pul. Xullas 3 ta odam mazaq bitar ekan. Bosinglar, shu. Prosta shu, to'xtatmanglar, yutib oling. Agar mabodo aka konkursga siz ham qatnashasiz, обязательно hammaga vizit tashlanadi-da. Siz yutib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz bu Mercedes aka? Agar mabodo men qatnashib, mana shu men yutib qolsam, shunday obunachilarim o'rtasida bitta g'olib tanlab, obunachilarni topshirib yuborgan bo'lardim. Demak aka, nomerading bloger siz ekansiz aka.